Ijtimoiy soliqni 2 marta to'laymanmi endi degan mazmunda savol kelgan. E'tibor bering. Assalomu alaykum aka. Paynet xolisda ham kassaparat va terminal orqali ishlayapti shekilli. Bankdan ham shot ochib ishlayapman. Ijtimoiy soliq qaysi biridan yechiladi? Ikkovidan ham yechiladimi degan mazmunda kelgan. E'tibor bering do'stlar. Siz kassaparat va terminal orqali ishlayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan pulingiz bankka borib tushadi. Paynet xolisda esa elektron hamyonga borib tushadi. Endi qarang, e'tibor bering, faqat bir marta to'laysiz ijtimoiy soliqni. Uni hozir Paynet xolis orqali ham to'lash imkoniyati yaratilmoqda do'stlar. Agar u orqali to'lasangiz ham bo'ladi yoki oldin qanaqa to'layotgan bo'lsangiz shu tartibda ketsangiz ham bo'ladi do'stlar. O'sha to'lov tizimlari orqali to'lab yuborsangiz ham bo'ladi. Endi e'tibor bering do'stlar, ikkovini qo'shganda 1 milliard bo'lishi kerak. U haqida ham ko'plab savollar kelgan menga. Ikkovini hisobotini alohida olib borsak, bunga 1 milliard, bunga 1 milliard bo'ladimi degan mazmunda. Yo'q do'stlar. Paynet xolisda chiqayotgan 1 milliard limitni belgilab qo'yibdi-ku, o'sha joyga e'tibor bermang. Ikkovini qo'shganda 1 milliard bo'lishi kerak. Buxgalteringiz bilan birgalikda bu yerni nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bering do'stlar. Va sizlarga keyingi videolarda hali tushuntirishlarni beraman. Amaliy ko'rsatmalarni ham menga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni esa kerakli YTT va o'zini o'zi band qilgan shaxs, tadbirkor akalarimiz, og'alarimiz, opalarimizga jo'natib qo'yamiz. Rahmat.